Keyingi shaklimiz. Nima deyapti bu? Ko'k va yashil shakllar kvadratlar bo'lsa, aylana radiusini A va B yuzalari orqali ifodalang debdi. A yashil kvadratning yuzasi, B pushti kvadratning yuzasi, ko'kimiz esa kvadrat. B bilan A orqali ifodalashimiz kerak. Masalan A teng aytaylik, A'imiz misol uchun 100, misol uchun. B'imiz qanaqadir aytaylik 24 bo'lsa, R'ni topishimiz kerak. Mana shu 100 bilan 24 yordamida R'ni chiqarishimiz kerak. Qanday chiqaramiz? Ana deb bosamizda davom etamiz. Bu yerda hech narsa yo'q. Hozir men sizga sekin buni taqdim etaman. Qarang. Mana bu burchak alfa bo'lsa, qanaqadir alfa bo'lsa. Mana bu yer 90 minus alfaligidan mana burchak ham xuddi shunday alfaligiga kelib chiqadimi? Ana. Va mana burchak ham xuddi shunday aylanib alfa bo'ladi. Mana bu yer ham alfa bo'ladi. Mana shu alfa burchakka ega bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi yashil kvadratning tomoni bo'lyaptimi har safar? Demak, mana bu uchburchaklarning barchasi bir-biriga nima? Teng. Uchburchaklarning barchasi bir-biriga teng. Ana endi mana bu yerni men vaqtinchalikka x deb turaman. Mana bu yerda y deb turamiz. Ana. Endi qarang. To'g'ri burchakli uchburchakning radiusini topish uchun bilasiz, to'g'ri burchakli uchburchakni ichki to'g'ri burchakli uchburchakning radiusi bo'lmaydi endi. Unga ichki chizilgan aylananing radiusini topish uchun nima qilinardi? Radiusi. Katetlar yig'indisidan gipotenuzani ayirib ikkiga bo'lib yuboriladi. Katetlar yig'indisidan gipotenuzani ayirib, ya'ni R teng A plus B minus C taqsim 2. Ana, amallab yozib oldik. Ana shu ishni qilganmiz bu yerda. Keling, mana bu yerda mana x dedik, y dedik. X qo'shilgan y minus nima uchun ildiz ostida A? Kvadratning yuzasi A ga teng bo'lsa, tomoni ildiz ostida A ga teng bo'ladi-da. To'g'rimi? Masalan, yuzasi boya aytganimda 100 bo'lsa, tomoni 10 bo'ladimi? Yuzasi 36 bo'lsa, tomoni 6 bo'ladi. Yuzasi 25 bo'lsa, tomoni 5 bo'ladi. Minus ildiz ostida. Mana buning gipotenuza vazifasini o'tyapti. Ana endi qarang nima qilyapman. Undan tashqari x kvadrat bilan y kvadratni qo'shsak, Pifagorga ko'ra buni kvadrati, ildiz ostidaning kvadrati a bo'ladi, a ga teng bo'ladi. 2x y teng 4b degan gapni qayerdan oldik? Mana bu yer x ku. Mana bu joy x, mana bu joy y mana. X bilan y ni ko'paytirib 2 ga bo'lsangiz b yuzani beradimi? 1 taqsim 2 x y'imiz yuzani beradi. Shuni ikkala tomon 4 ga ko'paytirib olsangiz, 1 taqsim 2 ni 4 ga ko'paytsangiz 2 x y bo'ladi, b ni 4 ga ko'paytsangiz 4b bo'ladi. Nima uchun bunaqa qildim? Menda mana bu yerda x plus y paydo bo'lganda, o'shani paydo qilishim kerak. O'shani keltirib chiqarishim kerak. Mana bu tengliklarni bir-biriga qo'shsam, x kvadrat plus 2x y plus y kvadrat deb bo'lib chiqib qoladi. Bu x plus y ning kvadrati, to'g'rimi? Ikkinchi tomoni a plus 4b. Ikkala tomondan ildiz olsam, x plus y teng ildiz ostida a plus 4b paydo bo'lar ekan. X plus y o'rniga shuni olib borib qo'yaman. Mana marhamat. R teng ildiz ostida a plus 4b. Demak, buning yuzasiga mana uning 4 barobar yuzasini qo'shib yorsak, demak 4 barobar yuzasi mana bu bo'lar ekanda. Buning yuzasiga buning yuzasini qo'shib olib turib, keyin ildiz olib, ildiz ostida a ni ayirib tashlab 2 ga bo'lsak, radius kelib chiqar ekan. Mana shu misolda mana 124 dan nima chiqadi shunda? Qani? R teng radius teng. Ildiz ostida hop, a qo'shilgan 4b. A imiz 100, 4 ta b imiz 4 ta 24 imiz 96, 196 bo'lar ekan. 196 minus ildiz ostida 100 taqsim 2. 196 dan 14 chiqadi, 100 dan 10 chiqadi. Ayirsak 4, 2 ga bo'lsak 2. Mana. Demak, siz masalan buni qilishingiz mumkin, tomonlarini topib olib, bemalol ishlasa bo'ladi-yu. Demak, aslida nima emas ekan? Tomonlarini topish shart emas ekan. Yuzani o'zidan hal qilsa bo'lar ekan masalani.